Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Piramid Tower oldida joylashgan Zarafshon turar joy majmuasidagi xonadonga qilib bergan mebellarimizni obzorini qilib beramiz. Qani ketdik. Yana bir marta xush kelibsizlar. Xonadonimizni kiraverish uchun yasalgan mebellardan boshlaymiz. Chap qo'limizda shkaf. Bu shkafga kelgan mehmonlar o'zining kiyimlarini va teng qismiga oyoq kiyimlarini qo'yadi. Fasada akrildan yasalgan. Push mexanizmi ishlatilgan. O'ng qo'limizda oyna va tortma. Bu oyna chap tomonga surilib ochiladi. Nimaga buni qilganmiz? Orqasida butun xonadonni boshqaruvchi elektr sistemasi joylashganligi uchun atrofiga podsvetkalar qo'yganmiz. Svetni o'chirganimizda ham kechasi chiroyli vid berib turadi. Xonadonimiz bir xonadan iborat bo'lib, yotoqxona отдельно, oshxona bilan mehmonxona birlashib ketgan. Hozir sizlarga oshxona mebelini obzorini qilib beramiz. Oshxona mebeli uchun biz juda ham chiroyli yechimlar qilganmiz. Tepa qismi fasadi krem rangida akril materiallaridan foydalanilgan, fasad qismiga, korpus qismiga MDF materiallarni ishlatganmiz. Stoleshniца qismi Erondan keltirilgan MDF stoleshnicalaridan qilingan, juda ham sifatli va uzoq muddat xizmat qiladi. Oshxonamizda ko'p shkoflar qilingan. Bu ayollarimizning hamma narsaga sig'ishi va tashqarida iloji boricha kam narsa turishi uchun oshxonamizning har bitta eshigiga push mexanizmlari ishlatilgan. Tashqi ko'rinishda hech qanaqa ruchkali bo'lmaydi. Bitta bosganda ochiladi. Push mexanizmlarini sifatligini qo'yganmiz va uzoq muddat xizmat qiladi. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Yana bitta chiroyli yechimda biz oshxonaga stolni ulab olganmiz. Bu ostrov ko'rinishidagi stol ancha qulay bo'lib, tayyorlangan ovqatlarni yaqinlar bilan bir pasda yeyishga yordam beradi va qulaylik tomonidan ham juda muhim. Dizayn asosida mehmonxonaga televizorda tengida turadigan tumba, shkaf va divan qilib berilgan. Bu hammasi dizayn proyekt asosida qilingan. Mijozimiz juda ham mamnun. Yotoqxona qismida biz kravat, shkaf va bo'yanish stolini qilib berganmiz. Kravatimizda hamma tomon yumshoq mebeldan iborat bo'lib, juda ham bejirim ko'rinishga ega va qulay. Bu xonadonimizning hamma tortma va shkaf qismlariga biz push mexanizmini qo'yganmiz. Xonadon egasi minimalizm uslubini juda ham yaxshi ko'rganlar. Push mexanizmlarimiz sifatli va uzoq muddat xizmat qiladi. Bu xonadonimizning mebellari dizayn proyekt asosida qilingan. Mijozimiz mamnun. Xudo xolasa mebellarimiz uzoq muddat xizmat qiladi. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska esdan chiqmasa, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'lasizlar.